Vaqt kelib to'lagan aliment miqdorini farzandidan talab qilishga haqlimi? Qonunchilikda ota-ona voyaga yetgan farzandidan aliment talab qilishga haqli emas, ammo o'zining sog'ligi va moddiy ehtiyoji uchun ta'minot undirishga haqli. Bu holatda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, voyaga yetgan farzand agar student bo'lsa, ishlamasa yoki kontraktda o'qisa, bu holatda sud o'sha aliment, ya'ni ta'minot to'lovchining ham moddiy ehtiyojlarini hisobga olib, minimal ravishda ta'minot undirish haqida qaror chiqaradi. Savol tug'ilishi mumkin. Demak, ota-ona baribir ham o'z niyatiga yetar ekanda. Yo'q, bu holatda sud o'sha arizachining ham moddiy ehtiyojini, sog'ligini, hattoki o'z vaqtida alimentni vaqtida to'laganmi, to'lovga o'sha qochmaganmi, bularni ham tekshiradi. Agar shu holatlar bor bo'lsa, ta'minot undirishni ham rad qiladi. Bu farzandning foydasi uchun. Yana bir savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, demak, ota-ona istagan vaqtda istagan farzandidan ta'minot talab qilish haqli ekanda. Yo'q, bu holatda sud barcha farzandlarni teng ravishda ta'minot berishga majbur etadi. Ya'ni bitta farzand faqatgina to'lov qilib, qolganlari bundan qochib qolish ehtiyoji, ya'ni nimasi yo'q bu yerda.